ovozliq asarni tushirmoqchi bo'lsangiz, she'rining tor bekitiga kiring. Tor bekat adresimiz www.sherinim.com. Men vatandan chiqish 20 kun bo'lmay turib, ko'zimga ixtiyorsiz yosh keldi. Samimiy gapimni desam, kichik chog'larimda osmonda uchib ketayotgan aeroplanga qarab, aeroplanga qandoq odamlar chiqadigandi. Xudo odamlarning peshonasiga "Mal aeroplanga chiqadi, mal eshik orasiga" deb yezib qo'yamdigandi. Ömrümde bir qatim aeroplanga chiqib o'lib ketsam, orman qolmaydi deydi. Vatanda qancha qatim aeroplanga chiqqanimni sanab xotirlamagan edim. Bu yerda bo'lsa, nurg'un safarni aeroplanga bosdim. Bu yerga kelishdan qancha oylar burun oliy darajali chet el pikaplarni ko'rsam, velosipedda yig'ilib ketib orqasidan qarab o'ylangan edim. Aşınlıq pikapla faqat vali bo'lsa ondan chiqqan bo'larmi? Mijasimdan qaraganda men mangu boshliq bo'lolmayman. Shundoq qilib, men undaq pikapga hargizni chiqolmoqdakman-da deb ko'nglim yerim bo'lgan edi. Keyin Urumchiga keladigan xizmat chiqqanda, qasddan qancha pul xarjlasam xarjlab, chatdan pikapga bir chiqib boqay deb, qancha taksi to'xtasa chiqmay Germaniyaning pikabini atayin to'sib chiqib o'tirib baktım. Nahaydi 20 koy aldı. Bu pikab hakikaten huzurluq, yumshaq ekan. Şunu minutlarda men, demek bizning boshliqlar shuni o'zini to'liq salobatlik bizdan ustun tutar ekan. Hech bo'lmasa boshliqlikning nurg'un halovatidan boshqa mushundaq pikablarning ro'yati uchun bo'lsa-mu, davomliq o'z huquqining qiymati bo'lib Tefimi özgüsü, mansab o'rindiqiga tefimi chin chaplashqisi kelib turdi ekan. Ba'zilarning mansabdan tushgan kunning ertasiga kasal bo'lib tuyuqsiz o'lib ketishining sababi mushundaq pikaplardan keladigan rohatdan ayrilib qolganligidan ekan degan tahlilni qilgan edim. Ayni chog'dagi bu sodda tahlilni o'ylasam, hozir kulib ketaman. Bu yerda bo'lsa, imtihondan o'tolmagan Ixon bolasi bundaq pikapni Harvom deb Ruminiyaning Buxarest, Konstantin shaharlarida haydab yuribdi. Qayerga borsam, ashundaq pikapni minishga to'g'ri keldi. Shu pikapda ketib o'tib, o'yinda qolgan kon velosipedim Qashqar ko'chalarida shu velosipedimni ig'nab minib qora targa cho'kib ketayotgan ko'rinishim o'ylamasam-mu ko'z oldimda yer bo'lmadi. Oliy darajalik pikapda bu bola oyda oz deganda $2000 ishlasa, oyda mashina, tomoq va boshqa chiqimga $500 ketadi ekan. Oylik kirimini bizning pulga sindirganda 18,000 koy bo'ladi ekan. Siz qanday qilib Ruminiyada bunday ipak yo'li o'tin qurib oldingiz? So'radim men Abdulhamid xondan. Şodijanın xasiyetli bir tasdiq olmagan bo'lsa, hozir yana shu dehqonlarning baxtivo degan naqshini to'liq etib jiratdim. Shu bir tasdiq yegan bola bilan uydan 600 koy pulni elib, bir mang'ancha Beyjing, Shanxay, Guangzhoularda kavobchi, choychi bo'ldim. Biletchi, dollarchi, atkazchi, o'g'ri, kamava, tijoratchi, oshpaz, yugur yetimchi bo'ldim. Oliy mehmonxonadami, Palanbay ostidami, Şiir üstüdürmü? İsmi filmlarla kuçuğudurmü? Karanlı türmüdüm yattım. Ahir bir çağlarına kelgende Uygurlarla Şanghay'dan qo'g'lashi oldu. Guangzhou vardık. Uyadını deslep obdan bulduk. Bara yatak vermez bulup. Keyin uyadını bir qo'g'lash tutish bo'lib edi. Shanghayga chiqib, shu yerdan Turkiyaga kelib, hozir bu yerda sizlar ko'rgan ovqatchilik bilan kunyapman. Bu ovozliq asarni yonfoningizga tushirmoqchi bo'lsangiz, Telegram tor bekatiga marhamat qiling. Tor bekat adresimiz www.telegram.com.
Almatıda köygen Uyghur o'qqichi bolalarni yana shu yurtimizdan chiqib ketgan dehqon bolalar edi. Moskvada men bilan asra bo'lgan, Yakandan chiqib Moskvada turib qolgan Abdulhamid Arbob, uning Yakan Moskva Istanbul import export shirkatidagi Mirkamil, Odil, Nomon, Yoqub degan bolalarni imtihondan o'tolmay, yurtida chiqish yo'li topolmay chet elga qonqib chiqib ketgan Uyg'ur bolalar edi. Ular Moskva aerodromida dunyoning har qaysi joylariga ücretsiz bilet alalaydı. Moskva vokzaliga berib, vokzal amaldorlarining qilqin kutishiga muyassar bo'lalaydi. Ular har qaysi davlat konsulxonalariga bemalol kirib, soqchilar, konsulxona xizmatchilari bilan qizg'in chaqchaqlashib, muomala etdi. Aeroplan bileti qolmadi. Aeroplan boshlig'iga "Momsi bo'lmaydi" deb aeroplan xodimlarining endi o'ltirg'izib yo'lga soldi. Moskva, Kiev, Buxarest, Konstantin, Sofiya, İstanbul, Mekke, Medine, Cidde. Men borgan joylarning hammasida to'rt Uyg'ur bolalar yurishdi. Aerodromda shu davlat fuqarolari ücretli turib bilet ololmasa, Uyg'ur bolalari kirib bilet chiqib foyda etadi. Vokzallarda boshqa davlat yo'lovchilari mollarini perevod qilolmay Uyg'ur bolalarga ko'plab foyda berib mollarini o'tkazadi. Konsulxonalarda viza olinmagan boshqa odamlarga ular viza beradi. Bular bizni imtihondan o'tolmagan bolalar edi. Men ko'rgan İstanbul